Kuzatuvchilarimiz, mashinaga ko'pchilik subwoofer masalasida qiynaladi, joyi egallab qo'yadi, katta bo'ladi, olib qo'yish qiyin deyshadi. Buni yechimini topib qo'ydim, qaranglar. Sizlarga kichkinagina sidenani tagiga qo'yadigan subwoofer olib kelib qo'ydik, qaranglar. Alpine bor. Keyin Dante. Ko'rasizlar? Ingichkaligini ko'rasizlar? Xohlagan joyga bemalol qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bularning fishkalari qarang, regulatorlari o'zida bo'ladi. Bu Dante'niki, mana bu Alpine'niki. Shuni mashinaga qo'yasizlar, bassi zo'r, tiniq, sifatli qilib chiqarib beradi. Yana ko'rinishiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Upakovka yangi subwooferlarimiz. Narxlarga keladigan bo'lsa, bugungi kunda bu subwooferlarimizni Alpine subwooferimizni $90, Dante subwooferimizni $85 qilib beramiz. Sizlarga ham shunaqa original mashinaga tegishli bo'lgan aksessuarlar kerak bo'lsa, pastki raqamdagi aloqaga chiqarasizlar. Manzil Sergeli Mashina bozor 5-2 blok 15-do'kon.